Shahandlik Shopir akalarimizga yana bitta yangilik. Ko'rishlaring mumkin, yangi sammoyka ochilgan. Ancha qulayliklari bor. Videoda ko'rsalaring bo'ladi. Bo'lmasam boshladik. A loja, compra meu kit e o que sobrar, Bu sammoykamizning manzili. Bu tarafimiz Oqtoshdan tushish, bu tarafimiz Shahand qishlog'idan chiqish va shu yerda Delfin sammoykasi bor. Bu yerda juda ko'p qulayliklari bor, kelib ko'rishlaring mumkin va akamiz tushuntirib beradilar. Aka, bu mo'ykamizning qulaylik taraflarini bir tushuntirib bering. Mo'ykani boshqa joydan qulaylik tarafi bizda klikdan to'lov xizmati bor. Pulingiz yoki mayda pulingiz bo'lmasa bemalol klikdan to'lov qilsangiz bo'ladi. Bizda aktivniy ximiyamiz bor. Aktivniy ximiyamiz 95% kirdni yumshatib beradi. Klikdan to'lash. Bu yerimizda skaner bor. Skanerda telefondan to'lasangiz bo'ladi. Skaner qilsangiz sirazi avtomatik pul to'lash chiqadi. Bossangiz bo'ldi. To'lanadi. Narxlari bemalol foydalanishingiz mumkin. 10 ming so'm to'lov qilingandan keyin 7-20 sekund mashinangizni yuvsangiz bo'ladi. Kelib ko'rishlaring mumkin. Juda ko'p qulayliklari bor. Sammoykamizda Suxoy tumanlarimiz ham bor. Tushuntirib berasiz. Tumanlarimizda 6 xil hidimiz bor. Chernitel balon qoraytiradiganimiz bor. Buni 6 xil hidimiz original hidlardan qo'yilgan. Bir hafta 10 kungacha turib beradi. Suxoy tumanlarimizda ishlash jarayonlari. Xuddi shu holatda Suxoy tumanlarimiz bor. Kelib ishlatib ko'rishlaring mumkin. Bu sammoykamizda juma kunlari juda katta aksiya bo'lyapti. Bu videoda Shahandlik Shopir akalarga jo'natib qo'yasizlar. Xabarlari bo'lsin. Rahmat hammalaringga.